Ikkinchi jahon urushi qahramoni Ochil Qodirov haqida 10 ta fakt. Ochil Qodirov 1910-yil Samarqand viloyatining Qo'shrabot tumani Sebiston qishlog'ida oddiy cho'pon oilasida dunyoga kelgan. Ota-onasidan erta yetim qolib, akasi To'la Qodirov qo'lida ulg'aydi. 1941-yil Samarqandning Mitar rayoni harbiy komissariyati tomonidan urushga safarbar etiladi. Ikkinchi jahon urushida 1348-piyodalar polki, 1-Belorussiya frontining 48-armiyasi, 42-o'qchilar korpusi, 399-o'qchilar diviziyasida pulemyotchi bo'lgan. Ikkinchi jahon urushida ko'rsatgan mislsiz qahramonliklari uchun 1944-yilda 2 marta Qizil Yulduz ordeni, Jasorat uchun medali, Shon-sharaf ordeni bilan taqdirlangan. 1944-yil 28-sentyabr kuni nashr etilgan Qizil armiya gazetasida u haqida Bahodir pulemyotchi nomli maqola chop etiladi. Unda Ochil Qodirov Polshaning Guri qishlog'i uchun jangda shaxsan o'zi 40 fashistni yo'q qilganligi yozilgan. 1945-yil 24-martda frontda nemis fashist bosqinchilariga qarshi kurashda qo'mondonlikning jangovar topshiriqlarini namunali bajarganligi, ko'rsatgan jasorati va qahramonligi uchun oddiy askar Ochil Qodirov Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni bilan taqdirlangan. Frontdan hali urush tugamasdan yaradorligi sababli qishlog'iga qaytib kelgach, kasallikdan 1945-yil 13-mart kuni vafot etgan va Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanining Sebiston qishlog'ida dafn etilgan. Qo'shrabotning mard va jasur farzandi Ochil Qodirov xotirasiga Qo'shrabot tumani Qo'shrabot mahallasida yodgorlik byusti o'rnatilgan. Qo'shrabot tumanidan ko'plab kishilar urushda ishtirok etib, g'alabaga o'z hissasini qo'shishgan. Xotira kitobida ulardan 366 tasini nomi keltirilgan. Biroq ular orasida Ochil Qodirov qahramon unvoniga sazovor bo'lgan yagona urush ishtirokchisidir.